Davom etamiz. Keyingi ko'radiganimiz mantiqiy operatorlar. Taqqoslash operatorlarini ko'rdik. Endi mantiqiy operatorlarni ko'ramiz. Mantiqiy operatorlar nima uchun kerak bo'ladi? Mana masalan sizda ikkita qiymat bor. Tasavvur qiling. Aytayaptiki, demak bizda mana shu misolda o'zini olib ketaveraylik. Demak, bizdagi a o'zgaruvchi 5 ga teng, b o'zgaruvchi 3 ga teng. Lekin bizda mana shu yerda shart qo'yyapti. Aytayaptiki, a deyapti, katta bo'lsin. Sizga misol beryapti. Ya'ni dasturda shunaqangi holatda yozganki, masalan mana result deyapmizda, a katta bo'lsin, masalan 2 dan va deyapti. Ya'ni va deganda dasturimiz to'xtab qolmasligi kerak. Ya'ni uni keyingi qatorda davom ettirmasligimiz kerak bo'ladi. Va yoki degan paytlarda dastur davom ettirmaymiz. Ya'ni bizga a 2 dan katta bo'lsin va b kichkina bo'lsin, birdan deb mana bunaqangi holatda yozgan bo'lsa dasturda, endi biz mana bu o'rtaga va yoki belgisini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qaytarib o'taman. Bizga aytayaptiki, a 2 dan katta bo'lsin va b 1 dan kichik bo'lsin. Keyingi holatda bo'lsa, a 2 dan katta bo'lsin yoki b 1 dan kichkina bo'lsin deydigan bo'lsa, demak biz mana bu o'rtaga qanaqadir ishora qo'yishimiz kerak. Va yozishimiz kerak yoki deb yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi mana shu yerda Pythonda mantiqiy operatorlar kerak bo'ladi. Mantiqiy operatorlar ikkita tomondan qayd etgan natijani, ya'ni bizda mana bu yoqda boolean qaytadi, mana bu yoqda ham boolean qaytadi va mana shu qaytgan ikkita natijaga qarab turib umumiy xulosani berish uchun ishlatiladi. Demak, hozir mana shu yerda mantiqiy operatorlarimizni ko'ramiz. Qanaqangi mantiqiy operatorlarimiz bor ekan? And o'zbek tiliga tarjima qilganda va degan ma'noni beradi. Mana bu joyda ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bizda mana bu yoqdan boolean qaytar ekan, mana bu yoqdan boolean qaytar ekan va operatorimiz, ya'ni mana bu and operatorimiz mana shu qaytgan boolean ma'lumot turlariga qarab turib yakuniy xulosani beradi ekan. Xuddi shunday or operatorimiz ham nima qilar ekan? Ikkita tomondan boolean qaytadigan bo'lsa, shunga qarab turib yakuniy xulosani beradi ekan. Va keyingisi not operatorimiz bor. Not bu inkor degani, inkor qilish, ya'ni emas degani. Ya'ni siz mana bu yoqda a katta 0 dan sizda natija true qaytadigan bo'lsa, oldida not bo'ladigan bo'lsa, buni false qilib beradi. Ya'ni doim inkor qiladi. Inkorda vazifasi true ni false qilish, false ni true qilish. Shu joyda or haqida gaplashmadik. Or yoki degan ma'noni beradi o'zbek tiliga tarjima qilganda. Bular haqida yana hozir pastroqda bir gaplashamiz. Birinchi ko'radiganimiz and operatori. And operatori matematikada xuddiki ko'paytirishga o'xshaydi. Ya'ni bunga ko'ra, masalan ko'paytirishda bilsanglar, 1 da 1 ga ko'paytirsak 1 chiqadi. Har qanaqa sonni ko'paytirsak o'sha son masalan qanaqadir son shakllanaveradi. Lekin har qanaqa sonni 0 ga ko'paytiradigan bo'lsak, natija 0 bo'ladi. Bizning holatimizda ham xuddi shunday. Eslab qoling. Keling mana bu yerda misoldan ko'ramiz. Demak, mana bizda bitta a tomondagi qiymatimiz bor hamda b tomondagi qiymatimiz bor. A tomondan natija true qaytyapti. B tomondan ham true qaytyapti. Ana shunda and a va b natijani solishtirib turib yakuniy xulosani true qaytarib beradi. Qachonki ikkala shart ham true bo'ladigan bo'lsa, natijani true qaytaradi xolos. Va ko'paytirish dedik yoki biz buni mayli, ko'paytirish deyveraylik. Ko'paytirish deb oladigan bo'lsak, masalan 1 ko'paygan 1 bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda yakuniy natijani nima qaytarar ekan? 1 qaytarar ekan, ya'ni true qiymat qaytaradi ekan. Lekin qolgan hamma holatda false qaytaradi. Qolgan holatlar qanday bo'ladi? Mabodo sizda a tomon true bo'lib qolsa-da, lekin b tomon false bo'lib qoladigan bo'lsa, bu yakuniy natijani, ya'ni and yakuniy natijani false beradi ekan. Nima uchun? Chunki a tomon 1 ga teng, ko'paygan b tomon 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, yakuniy natija 0 bo'ladi, ya'ni false bo'ladi. Keyingi holat a tomon false bo'lsa-da, lekin b tomon true bo'ladigan bo'lsa ham false bo'ladi. Nima uchun? Endi mana bunday bo'lyapti. A 0 ga teng bo'lyapti, b 1 ga teng bo'ladigan holatlarda yakuniy natija 0 bo'ladi ekan. Va ikkala tomon 0 bo'ladigan bo'lsa ham yakuniy natija nima bo'lar ekan? 0 kira 0 0 bo'ladi ekan. Demak, eslab qoldik. And operatori demak nima qilar ekan? Ikkita tomondagi qaytgan boolean qiymatlarni taqqoslar ekan va ikkala tomondan ham natija true qaytadigan bo'lsa, shundagina oxirgi natijani true qaytarib beradi ekan. Aks holda hamma holatlarda false bo'ladi ekan.
Va bunga bog'liq misolimiz bor ekan. Mana shu misolda ko'rishimiz mumkin bu joyda. Demak bizda mana bitta o'zgaruvchimiz bor, yosh qiymati 20 ga teng. Bizga aytayapti ekanki, yosh 18 va 20 oralig'ida bo'lishi kerak. E'tibor bering, va deyapti. 18 va 20 oralig'ida deydigan bo'lsa, unda shartimiz mana bunaqangi holatda bo'lar ekan. Yosh katta yoki teng bo'lsin 18 ga va yosh kichik yoki teng bo'lsin 30 ga degan shartni qo'yib turib, ana undan keyin dasturni ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, natijani nima qaytarib beryapti ekan? True qaytarib beryapti ekan. Agar sizda mana shu yerda bironta qiymat mos kelmay qoladigan bo'lsa, masalan mana bu mayli 18 bo'lsin-da, lekin mana bu yerdagi yoshimiz 16 yosh bo'ladigan bo'lsa, unda natija qanday bo'ladi? Bu holatda false bo'lyapti. Nima uchun? Chunki yoshimiz 16 yosh, u mana bu joydagi bironta shartga ham to'g'ri kelmaydi. Yo'q, aslida mana bu shartga to'g'ri keladi. Ya'ni mana bu 30 dan kichik degan holatga to'g'ri keladi. Lekin unda mana bu holat bo'lib qoladi. Ya'ni yosh 18 dan kattami? Bu yoqda 18 dan katta emas, natija false bo'ladi. O'rtada va turibdi. Ana undan keyin mana bu yoqdagi qiymat bo'ladigan bo'lsa-chi, bunda 16 dan kichkina bo'lganligi uchun false deb yozadigan bo'lsak, natija mana bu holatda bo'lib qoladi. Uzr kechirasizlar, true bo'ladi. Yosh 30 dan, ya'ni 16 yosh 30 dan kichkina bo'lganligi uchun yosh true qaytadi. Mana bu holatda bo'ladigan bo'lsa, endi ya'ni bitta tomonda false, bitta tomonda true kelib qolganligi uchun yakuniy natijani nima qaytarib berar ekan? False qaytarib berar ekan. Bu mana bu misolimizga o'xshaydi. Mana bu holatda false kelyapti, ya'ni birinchi holatida, keyingi holatda true kelyapti va kelayotgan yakuniy natijamiz endi nima bo'lyapti ekan? False bo'lyapti ekan. Bu AND operatori edi. Yaxshi. Keyingi ko'radiganimiz endi OR operatori. OR operatorimiz yoki degan ma'noni beradi. Yoki. Yoki deb bilsangiz, demak bu nisbatan, ya'ni va ga qaraganda qat'iy emas. Va da qat'iy bo'ladi. Mana bu va mana bu degani bo'ladi. Yoki da mana bunisi yoki mana bunisi degandek bo'ladi. Demak, bunda qanday? Yoki da sizda mana bunaqangi holatda bitta tomondan, ya'ni bu tomondan ham boolean, bu tomonda ham boolean qaytadigan bo'lsa, ya'ni bizning holatimizda mana a va b holatlari bo'ladigan bo'lsa, agar ikkala tomondan true qaytadigan bo'lsa, bu yoqda yakuniy natijani true beradi ekan. Yoki matematikada qo'shishga o'xshaydi. Ya'ni bitta tomondan true qaytsa, ya'ni 1 qaytadigan bo'lsa, plus ikkinchi tomondan ham 1 qaytadigan bo'lsa, yakuniy natija 2 bo'ladi. Ya'ni biz bu 2 ni, ya'ni qiymat bor deb hisoblaymiz. Qiymat bor bo'lganligi uchun ham buni true deb hisoblar ekanmiz. Keyingi holat yokida bir tomondan true qaytib qolsa-da, lekin ikkinchi tomondan false qaytadigan bo'lsa ham, o'rtada yoki bo'lganligi uchun bu yakuniy natijani nima berar ekan? True beradi ekan. Ya'ni bu holatda nima bo'lyapti? A tomon 1 bo'lyapti, plus B tomon 0 bo'lyapti va natija 1 bo'ladi. Ya'ni qiymat bor bo'ladi. Keyingi holat bir tomon false bo'lsa-da, lekin keyingi tomon true bo'lib qoladigan bo'lsa, bu holatda ham yakuniy natijani true qaytarib beradi ekan. Nega? 0 plus 1 bo'lyapti endi va baribir nima bo'lyapti ekan? Qiymat bor bo'lyapti ekan. Keyingi holat, agar ikkala tomon ham false bo'ladigan bo'lsa, yakuniy natijani false beradi ekan. Endi mana bu holat bo'ladi. 0 plus 0 barobar 0. Ya'ni bunda endi qiymat yo'q. Aynan shuning uchun ham yakuniy natijamiz nima bo'ladi ekan? 0 bo'ladi ekan. Endi bu joyda mana bu misol berilgan. Aytgancha qoidasi, ordi qoidasi, kamida bitta shartimiz true bo'ladigan bo'lsa, yoki mana bu shart, yoki mana bu shart, shulardan bittasi true bo'ladigan bo'lsa, yakuniy natijamiz true bo'ladi ekan. Demak, bundan ko'pga olamiz va ishlatib ko'ramiz. Xo'p, endi biz holatimizda qanday bo'lyapti ekan? Shartimizga ko'ra, yoshimiz 18 dan kichkina yoki 60 dan katta bo'lishi kerak ekan. Biz yoshimiz hozir 15 yosh va natija true chiqadi. Nima uchun? Chunki birinchi holatimizda print mana bu joyda yosh 18 dan kichkina deganimizda haqiqatan 15 yosh 18 dan kichkina, bu joydan true qaytadi, o'rtada yoki turibdi va mana bu joyda yosh 60 dan katta degan paytimizda bu yoqdan false qaytadi. Lekin ordi qoidasiga ko'ra faqatgina bitta tomon true bo'ladigan bo'lsa, hozirgi holatimizda mana A tomon true bo'lib, B tomonimiz false bo'lyapti. Faqatgina bitta tomon true bo'ladigan bo'lsa, yakuniy natija true qaytardi ekan. Mana yakuniy natijamiz true qaytdi. Endi keyingi operatorimiz not operatori.
not operatori inkor, ya'ni inkor deganimiz bu yoqda endi natija true qaytadigan bo'lsa, not bilan uni false qilib olishingiz mumkin. Natija false qaytadigan bo'lsa, not bilan uni true qilib olishingiz mumkin. Dasturni ishga tushiramiz. Kodimizni bu yoqdan qo'yib olamiz va dasturimizni ishga tushirishdan oldin kelib bir qator tanishib olaylik. Demak, bizning holatimizda nima bo'lyapti? Bizning holatimizda hozir mana bu yoqda a teng 5. Demak, mana bu yoqqa 5 ni qo'yadigan bo'lsa, 5 katta 10 dan deydigan bo'lsak, yakuniy natija bu yoqda false qaytishi kerak bo'ladi. Aslida mana shu joyda false qaytadi ekan, lekin undan oldin not turganligi uchun not uni inkor qilib turib, true holatiga o'tkazib beradi. Ya'ni natijamiz mana bunaqangi holatda bo'lyapti. Not false, ya'ni yolg'on emas deganingizda, yolg'on bo'lmaydigan bo'lsa nima bo'lib qoladi? True bo'lib qoladi ekan. Mabodo siz shuni print qilib turib not true deb yozadigan bo'lsangiz, rost emas deydigan bo'lsangiz, mana endi nima bo'lib qoladi? False bo'lib qoladi. Biz bu joyda to'g'ridan-to'g'ri booleanni o'zida ko'rdik, lekin taqqoslash operatorlaridan foydalangan paytingizda nima bo'lar ekan? Mana shu yerda oldin mana shu yerdan natija qaytargan, keyin qaytgan natija bilan ishlaydi ekan. Ha, aytgancha, mana bu yerdagi qavsga qarab turib, notni funksiya deb o'ylab qolmang. Not operator funksiya emas. Mana bu joydagi qavsimiz bu shunchaki mana bu shartimiz bajarib olish uchun bo'lyapti. Agar qavsni olib tashlaydigan bo'lsak, unda oldin a uchun ishlab ketib qolishi mumkin. Not aynan shuning uchun ham nima qilamiz? Oldin mana bu ifoda bajarilsin, ya'ni mana bu shart bajarilsin, ana undan keyin not unga qo'llanilsin deganimiz bo'ladi ekan.